Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotira fondining nopuzli tadqiqotchisi Adrian Zinsning Xitoy doiralarining davlat strategiyasi sifatida ijro qilayotgan Uyg'ur nopusini emgak kuchlarini yo'tkash nomida Xitoy o'lkalariga yo'tkash siyosati haqidagi yangi maqolasi Uyg'ur tashkilotlarining qarshi elishiga erishdi. Uyg'ur harakatining raisi Roshan Abbas Adrian Zinsning tadqiqot maqolasiga baho berib mundaq dedi. Biz doktor Adrian Zinsning Uyg'ur majburiy emgak haqida yangi tafsilotlarni fosh qilgan bu maqolasini qarshi olamiz. Shuni ta'kidlash kerakki, Xitoyning lagerdagilarni zavodga yo'tkash bo'lsin yoki 5-chi emgak kuchi nomida Uyg'urlarni yo'tkash bo'lsin va yoki Xitoyda necha 10 yil davomlashgan boshqa majburiy emgak shakllari bo'lsin, Uyg'urlarning yurt makonlaridan surgun qilinishi bir haqiqatdir. İspaniya ijtimoiy huquq ministri Eone Belara Yevropa ittifoqi davlatlariga xitob qilib, Avstraliyaning G'azzaga qaratgan hujumlarini kuchaytirayotganligiga qarata tadbir qo'llanishga chaqirdi. Belara ijtimoiy taratquv hisobida e'lon qilgan uchurida mundaq dedi: "G'azzadagi dahshatli kechadan keyin mening Yevropa rahbarlariga nihoyat oddiy, ammo muhim uchurim bor. Bizni irqiy qirg'inchilikning sheriklari qilmanglar, harakat qilinglar." Amerikaning sobiq muavin prezidenti Mike Pence 2024-yillik prezidentlik sayloviga nomzod bo'lishdan chekinganligini e'lon qildi. Mike Pence 2016-yildan 2020-yilgacha Donald Trump ostida muavin prezident bo'lgan. 2020-yillik saylovda Donald Trumpning talabini rad qilib, Bidenning saylovni utganligini e'tirof qilgan. Bu uni Trumpning qo'llovchilari orasida zo'r tanqidga uchrashiga sabab bo'lgan. Egilinishcha, Mike Pence chekinganligini e'lon qilganda, bu mening vaqtim emas deb chakarlagan. Amerika Mudofaa Ministrligi Xitoy-Hindiston munosabati haqida doklad e'lon qilib, Xitoyning Hindiston bilan tirkishayotgan amaliy kontrol tizimi, ya'ni LAC bo'yida davomli urush tayyorligi qilayotganligini oshkorladi. Bashburjaklik bino 23 oktyabr e'lon qilgan Xitoy armiyasi va bexatarlik taraqqiyotlari nomli yillik dokladda Xitoyning Hindiston-Tibet chegarasidagi amaliy kontrol tizimini bo'ylab davomli harbiy o'rinlashtirish faoliyatlarini davomlashtirayotganligini oshkorlagan. Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazi va Uyg'ur televiziya guruhi bo'lish suhbatimiz bilan Turkiya Cumhuriyeti qurilganligining 100 yilligini tabriklaymiz. Cumhuriyetni qurish yo'lida ko'rash qilgan Mustafa Kemal Atatürk va barliq qahramonlarni minnatdorlik bilan yod etamiz.